Kapot aniq qorga kelmayaptimi? Yo'q, qishloqqa meni ertaga polizlarni tozalashim kerak. Ishim juda ham ko'p. Men hoziroq ertaroq uxlashim kerak. Xayr. Mayli bo'lmasam kapot, sen uxlayver. Biz kechqurungacha maza qilib kompyuter o'ynaymiz. Aha, bo'pti, mayli. Lekin bu yangi kompyuterda o'ynayim kelyapti. Davay kapot, ozgina o'ylang 10 minut. Qanaqa 10 minut? Men 10 minut ham o'ynay olmayman. Hozir kechqurun chiqib qoldi. Tushunmadim. Sizlar ham ko'ryapsizmi qishloqlar? Nima kapot? Ko'ryapsam qanaqadir qizil narsa. Ketdik tezroq uyga iltimos, men qo'rqyapman cho'ta. Men tushunmayapman. O'zi bu qanaqa qizil narsa bo'ldi? Bu yaxshi ko'rinmayapti nimagadir. Yo'q, qochib turinglar, qochib turinglar. Tepaga chiqib yuraylik, tepada yaxshi ko'rinadi albatta. Nima bo'ldi ekan bu? Hozir qani ko'raylikchi. Nima? Aslan ko'rdinglarmi? Oy, qizil rangda. Ko'ryapmiz, lekin nimaga qizil oy? Bilmadim, balki yangiliklarda bordir. Bilmadim, qishloqqa men yangiliklarni ko'rmadim. Bilmaydi. Men bo'ldi. Men sekingina uyimga ketganim yaxshi bo'ldi. Xayr, qishloqlar. Barchaga salom. Men Kompot bizning yangi videomizga xush kelibsiz. Qanaqadir bugun qizil oymi tushunmadim. Hammaga men hozir tinchgina uyimga kirib, svet o'chiramiz, solamiz va ertaga quyoshni ko'ramiz. Hammaga xayrli kun. Короче, bugun men вообще uxlolmadim kechqurunmoqqa. Ko'chadan qanaqadir tovushlar eshitildimi? Odamning yurishlarini, qadamlarini tovushi eshitildi. Yana bilmadim, qishloqlar bo'lishi ham mumkin edi, lekin menga вообще uyqu bermadi. Qanaqadir tovushlarmi? Men hozir esa qishloqlar ham uxlamabdi. Ha, mayli, biz hozir esa ishlarimizni qilishimiz kerak hozir. Men o'zimning matigamni olaman va aynan gazini qarab olishimiz kerak. O'zimizda ovqat o'zimizga kerakli bo'ladigan va azina qarab olaylik. Tushunmadim. Bu kim edi? Bo'lib sizlar ko'rdinglarmi? Yo'q, bu menman. Ha, o'zimman. Tushunmadim. Haligi kim edi? Yo'q. Rahmat, men hech kim kerak emas. Lekin qishloqlar sizlar ham uxlolmadinglarmi kechqurun bilan? Ha, kapot, biz ham kechqurun uxlolmay chiqdik. Qanaqadir tovushlar eshitildi. Ha, menga ham eshitildi shunaqa tovushlar har xil. Kapot, biz ertaman turib suv ichmoqchi edik, lekin juda ham yomon narsani ko'rdik. Qanaqa yomon narsa? Qani, nimani aytyapsiz? Tushunmadim. Menga suv holati. Tushunmadim. Nima? Meni polizlarim yapsizlar. Nima bo'ldi qishloqlar? Bilmadim, sen qilmaganmiding? Albatta men qilganim yo'qdi. Hammasi shunaqa, hammasi. Menimcha qaraylikchi, ana u suv ham shunaqa bo'lmagandir balkim. Shu suv ham shunaqa bo'libdi. Nima bo'ldi o'zi? O xudoyim, kimim rangiga o'xshar ekan. Seni kiming rangiga o'xshar ekan, lekin buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, balki qizil oy qilgan bo'lishi mumkindir. Balkim, lekin hozir kunku qizil oy yo'q hech qanday. Kapot, buni kechqurunda qizil oy qilgan albatta. Yo'q, buni qilmagan albatta. Bu просто anomaliya. Mayli, bu safar aniq bo'lmaydi. Mayli, qishloqlar yana bu safar ham qizil oy. Ha, lekin atrof ham sal qizilroq. Qanaqadir holati. Juda ham g'alati, balki bu ob-havodandir, ha? Men internetdan hamma yerdan qidirib chiqdim, lekin bu qizil oy haqida hech narsa topmadim. Ikkinchi kun ham shunaqa qizil oy, men nimaga tushunmayapman, hamma yer qizil. Madam kapot, balki bu qanaqadir anomaliyadir. Balkim anomaliyadir, mayli, men bo'ldi. Sekingina uyga qaytaman. Tushunmadim. Kechqurunmi? Soat qaraylikchi. Soat necha bo'ldi? Nima notebook'im ishlamayapti nimagadir? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Nima? Eshik ochildimi? Hozir nima bo'ldi eshikda? Tushunmadim. Ey, kim bor? Iltimos hazillashmanglar. Qanaqadir qizil o'y. Hazillashmanglar iltimos. Kim bor? Qishloqlar, sizlarmisizlar? Hazillashyapsizlar, to'g'rimi? Hazillashyapsizlar, iltimos. Hazillashyapman deylar. Nimagadir g'alati, juda ham g'alati.
Ha, qishloqlar hazlashyapman deylar iltimos. Ey, sizlar shu yerdamisizlar? Allo. Nima? Tushunmadim. Eshik yopilib qoldimi? Nima birdaniga eshik yopilib qoldi? Voy, ochilmayapti eshik. Qishloqlar nimaga hazlashmaylar iltimos? Qani, mayli, notebookda o'qib ko'raylikchi hozir. Bu meni tushmagan. Soat necha bo'ldi? Ha, soat 8. 8 bo'lsa hozir, demak yo'q. Qani? Ha, yo'q. Ha, yo'q. Menimcha yo'q. Bo'lar. Mayli. Qishloq, sen ham ko'rdingmi? Birdaniga uylayotganimda eshik ochilib qoldi va qarasam qo'llari orqasidan borganimda qo'rqitdi. Ha, menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Faqat meniki shu yerda bo'ldi. Demak bugungi ham g'alati bo'ladi. Menimcha nega Xamer tuman tushunmayapman. Bilmadim Kapot, men juda ham qo'rqib ketyapman. Men bugun qaror qildim. Bugun kechki uyda o'tiraman bo'ldi. Mayli, qishloqqa sen qolaver. Xayr. Bo'ldi. Tinchgina uyimda o'tirganim yaxshi qaraylar. Hozir Xamer yomon. Men tinchgina telefonimni o'ynab, kompyuterda o'ynab maza qilib o'tirsam bo'ladi. Qaraylar, kompyuterimda shuncha o'yinlar bor. O'shalarni o'ynab o'tirsam bo'ladi. Instagramga ko'rsam. Mayli, bo'ldi, ket. Juda ham shirin bo'lib qaraylar, hech narsa bo'lgani yo'q. Men bugun kechga o'tirdim shu kompyuterda, lekin hech narsa bo'lgani yo'q. Qanday yaxshi bo'ldi menimcha. Qizil oy nima tushunmadim? Nima yo'q, bola ko'zim artoqlaydi. Tushunmadim. Bu ko'chaga chiqalikda. Nima? Nega Xamer qip-qizil? Tushunmadim. Yo'q, bu tushmayimcha tush. Yo'q, menimcha tush. Aniq tush yo'q. Balki buni hammasini bo'lib, balki hammasini shu qizil oy qilgandir. Kapot, Qishloqlar yuragimni chuchdinglar. Kapot, nimaga qo'rqiysan? Axir bugun qizil oy-ku. Albatta qo'rqiyman, tushunmayapsizlarmi? Hozir qizil oydan qo'rqyapman. Endi nima qilamiz, Xamer qip-qizil. Yana qizil oy, nima qilamiz? Qishloqqa o'zing aytgin, nima qilamiz? Kapot, keyingi safar aniq hech qachon bir qizil oy chiqmaydi. Yana qizil oy. Xamer qizil tovar, вообще qo'rqinchli. Nima qilsak bo'lar ekan? Qanday bu yo'qoladi hayronman. Tushunarsiz. Kim qo'llatyapti? Hozir eshikni qaraylikchi, kim ekan? Hozir Kapot ekan. Kapot. Hozir Kapot ochamiz. Hozir salom Kapot. Nima? Soat necha bo'ldi? Yo'q, hozir chiqyapman. Nima bo'ldi qishloqqa? Kapot, jigarrang qishloqqa yo'qolib qoldi. Tushunmadim, qayoqqa yo'qoladi u? Hozir kunmi hozir? Kapot, hozir yo'q. Sen kechqurun qanaqadir tovush eshitmadingmi? Men hech qanday tovush eshitmadim. Men uxlayotgan edim. Nima qilamiz endi? Hammasiga qizil oy aybdor. Qizil ob-havo ham. Mayli. Hozir ob-havo ham juda ham yomon. O'zi nimalar bo'ldi? Qishloqqa senga nimalar bo'ldi? Matay qishloq aholisi, iltimos bu yerdan keting. Biz hozir bu yerda tekshiruv o'tkazyapmiz. Iltimos keting. Mana jigarrang qishloqqa topdinglarmi uni? Topa olmadik. Dalillar qidiryapmiz. Qishloqqa nima bo'ldi ekan? Qayerda ekan u? Qo'rqmang. Biz topishga harakat qilamiz. Qayerdan bo'lsa ham topishga harakat qilamiz, albatta. Xo'p. Qishloqlar o'zi nima bo'ldi? Tushuntiringlar. Kapot, bugun ob-havo juda ham yomon. Xamer tuman g'alati. Bugun ham Xamer tuman nimagadir. Bugun kechqurun ham qizil oy bo'larmikin? Tekshirib ko'rish kerak. Mening toporim. Kapot, nima qilyapsan? Nimaga to'plandik? Bola bu safar ham qizil oy. Men ko'chaga chiqmayman, ketdim uyimga. Hech kim ketmaydi. Axir do'stimiz yo'qolib qoldi. Axir politsiya qidirgani ketdi-ku.
Politsiyskiy hech qachon topa olmaydi, ko'rmayapsanmi? Bu axir qizil oy sababli, men bilib turibman-u. Nima qila olarding-a? Sizlar hech narsa qila olmasanglar, men qila olaman. Men do'stim uchun xohlagan hamma ishni qilishim mumkin. Ha, buzamiz, o'sha sekingina kiramiz. Kapot, sen jini bo'lib qolganmisan? Iltimos yo'q, kirma. Do'stimni qutqarishim kerak. Sizlar o'tiraveringlar. Xo'sh, qani tekshiraylikchi? Kapot, meni qidirganingman, baribir hech narsa topa olmaysan. Balki birontangiz chiqib qolar-a, balki qishloqqa qayerga yo'qolgan bilarman. Kapot, bu befoyda. Befoyda. Hozir men tekshirmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. Kimdir turibdi. Menga o'xshagan odam turibdi. Ey, to'xta, yaramas. Qayoqqadir qochib ketyapti. Qaraylik, u xuddi menga o'xshaydi. Qaraylik. Voy, to'xta dedim men senga. Hozir topurimni otaveraman. Voy, to'xta, men senga aytyapman. Orqasidan borish kerak, tezroq yetib olishim kerak. Qayoqqadir qani. Hozir topishim kerak. Menimcha mana bu yerga ketdi. Ha, qani. Hozirda shu yerda edi. Men seni ko'rdim. Qayerdasan? Chiq, hozirroq, men seni ko'rdim. Bola ko'rdinglarmi? Xuddi menga o'xshagan odamdi. Ha, menga o'xshagan o'yinchini ko'rdinglarmi? Men ko'rdim masalan. Ha, lekin hozir shu qochib ketgandi. Ha, mayli. Biz hozir uyga sekin qishlog'imizga qaytishimiz kerak. Lekin men aniq ko'rgan edim. Ha, mayli, hozir esa sekingina boramiz. Let's go. Ketdik bu. To'xtanglar. Qishloq menga bunchalik uzoq bo'lib ketmash kerak edi shekilli. Yo'q, menimcha mana bu yerdan yurish kerak. Qishloq menimcha topaman. Hozir sekingina. Opa, menimcha qishloq shu tarafda. Yo'q, mana bu tarafga borib ketsam kerak. Xo'sh, qayerda qishloq? Men topa olmayapman hech qayerdan. Nima? Вообще hech qayerda yo'q qishloq. Nima? Men yo'qolib qoldimmi? Qishloqqa hamma narsalaringni oldingmi? Hamma narsalarni oldim, o'zi aniq kapot orqasidan borishimiz kerakmi? Boshqa ilojimiz ham yo'q, kapot axir do'stimiz-ku. Balki o'zimiz ham yo'qolib qolsak-chi, nima bo'ladi, o'ylab ko'rmaysanmi? Kapotni topa oraylikchi, keyin nimadir bo'lar-a? Mayli, borsam bordim-da, mayli, ish qilib yo'qolib qolmasak bo'ldi. Men juda ham qo'rqyapman. Ayniqsa mana bu qizil oydan ish qilib yo'qolib qolmaylikda biz ham. Bosam ketdik qishloqqa. Bo'lar, tushunmayapman. Qanaqadir qanday qilib yo'qotib qo'yish mumkin mayli. Hozir ovqat yeb olamiz. Maza. Sovuq. Polislar ham sezyapsizlarmi? Juda negadir sovuq. Yo'q, sizlar sezmaysizlar. Axir ekrandasizlar. Balki issiq o'tirgandirsizlar, lekin men sovuqda o'tiribman. Qaranglar, shunchalik yomon o'tiribmanki, sovuqda уже ko'tim ham sovqotib ketdi. Bu lekin yaxshi pechenye bor. Olov, qirichenye bor. Bo'lib tushunmayapman. Mayli, hozir esa nima qilsam bo'lar ekan? Men qanday endi qishloqqa bora olaman? Qayerdan topaman? Kapot, qayerdasan? Nima? Kimdir meni kompot dedimi yo menga eshitildimi? Kapot. Bular qishloqlar. Ha, qishloqlar. Sizlar qayerdasizlar? Men shu yerdaman. Mana qishloqqa mana topdim. Mana. Sen shu yerdasan. Kapot, va nihoyat seni topdik, yuri. Va nihoyat. Qishloqlar, sizlar axir u yerdan kelgan bo'lsanglar, qishloq u yerda-ku axir. Kapot, aytsam ishonmaysan, bizning kompaslarimiz вообще ishlamay qoldi. Masa o'zi bo'lib qolyapti. Aytdim-ku. Bu aniq anomaliya bo'lyapti. Tezroq bu yerdan ketaylik. Juda ham qo'rqyapman, g'alati. Yo'lda men kimdirni ko'rganday bo'ldim. Men ham g'alati tovushlar eshitdim. Har qanday qanaqadir tovushlarmidi? Tezroq ketishimiz kerak. Hop ketamiz. Tushunmadim. Kim kosterni o'chirdi? Bilmadim, kapot, balki o'qib qo'ygandir. Men bu yerda bir kun ham qololmayman.